Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan akalar, xudo xolasa keyingi zakazlarimiz bilan o'rnatib bo'ldik. 2026-yil 8-iyul bu eshik romlarimizni qo'shni respublika Qirg'iziston O'sh shahri Kalelin kolxoziga mana o'rnatib bitirdik. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like, podpiska, yog'och eshik rom degan aktorga podpiska qilasizlar. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli yog'och eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol qilasizlar. Video davomida bir narx-navolarni aytib, razmerlarni aytib ketamiz. Bu akamiz ham bizni YouTube'da ko'rib, ishlarimizni yoqtirgan ekan, mana hozir qo'llarga sifatli qilib berdik. Dastavkalarini o'zi qildi, joylariga usturovkasini qilib berdik. Aka, ishlarimiz yoqdimi? Mana o'rnatib bo'ldik. Assalomu alaykum, qadrli ko'ruvchilar. Mana Iqboljonga biz shunga murojaat qildik. Rahmat ukamga mana chiroyli eshik romlarni qilib olib kelib o'rnatib berishdi. Katta rahmat. Ishlarimiz yoqdimi aka? Alhamdulillah. Musofirdagi yurgan aka-ukalarimizga tavsiya qila olasizmi bemalol? Albatta, zakaz qilib bemalol qilib eshik romlarni mana olib kelib qilish beryapmiz. Buyurtma beringlar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib beramiz. Bu eshik rom razmerlari 90 ga 255, 170 ga 170 bir xilda. Bu yerda 4 dona romimiz, 6 dona eshigimiz bor. Faqat bir dona eshigimiz 2 qanotli, qolgan hammasi 1 qanotli. Ochilib yopishlarni mana qanotligimizdan ko'rsatishim mumkin. Yani. Bu romlarimiz o'rtasidan bir donasi ochiladi. Eshiklarimiz original tozlamur. Yog'ochlarimiz qalinligi 4,5 sm, xudo xolasa. Bemalol sifatiga ko'rib, bemalol baho berishlar mumkin. Bu yerda ham romlarimiz bir donasi ochiladi o'rtasidan. Eshiklarimiz hammasi tashqariga ochiladi. Yozim shuni. Bu yerda eshiklar ko'rsating. Hurmatli obunachilar, dastlabki ustunovkamiz vodiy bo'ylab bor. Voha tomonlarga kelishilgan holatda. Mana xudo xolasa qo'shni respublikasiga ham sal dastlabkilarda ham qo'ldan kelishgan holda qo'ldan kelgan sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Ekran ostida nomerlarni qoldiramiz. Telegram, email, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hammalarga e'tibor uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bir dona like'larni bosib, yog'och eshik rom degan aktorlarga podpiska qilib qo'yinglar. Hammalarga rahmat.